Mana sizga haqiqiy Matilda tortini retsepti. Faqat shu retsept bo'yicha pishiradigan bo'lasiz keyin. Eslatib o'tish mani vazifam. Bitta yo'likchani bosib qo'yib keyin videoni ko'ring, xursand bo'lardim. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz quruq masalani elektrdan o'tkazib olib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Ustidan sut, o'simlik yog'i, tuxum, keyin esa shirinligingizga o'zgacha ta'm berib, yumshoqqina mayingina qilib beradigan Agro Bravo sariyog'larini eritib sovulamiz. Sodani oksizda o'ldirib, ustidan sovuramiz va yaxshilab aralashtirishni boshlaymiz. Boshida aralashtirish sal qiyinlik tug'diradi. Keyin esa issiqqina damlangan kofeni solsak yanada osonlashadi. Bir xil massa qilib aralashtirib olamiz va teng uchga bo'lamiz. Men bir vaqt o'zida 3 ta qolipda pishirib oldim. Qaymoq, shakar hamda Agro Bravo sariyog'larini solib eritishga gazga qo'yamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Bir xil massa bo'lgandan keyin shokoladni ustiga solib eritib olamiz. Haqiqiy golland kakaosidan solib elektrdan o'tkazib yaxshilab bir xil massa bo'lgunigacha aralashtirib olamiz. Mana bu orada ko'rjlarim ham pishib chiqdi. Endi ustiga shapkasini olib tashlaymiz. Yarim soat davomida xolodilnikda sovib quyilgan kremimizni krem ko'rish holida taxlab chiqamiz. Xohishga ko'ra yasatib, kamida 2 soatga xolodilnikka qo'yib, keyin bemalol tanovul qilishingiz mumkin. Bir xil xamir, lekin ikki xil shirinlik. Ushbu retseptni to'liq qoldiraman. Yaxshi sifatli xona haroratida erigan sariyog'ga un qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Ketidan Kamilka brendining qaymoq va smetanasini solib, ketidan tuxum sarig'ini qo'shib yaxshilab xamir qorib olamiz. Vanilin shakari va qabartma qo'shishni unutmaylik. Endi har birini 30 grammdan o'lchab, xuddi shunaqa zuvalachalar qilib olamiz. Bezak uchun muzdek tuxum oqiga tuz va limon kislotasini solib ko'pirtirishni boshlaymiz. Massa bo'lishi bilan shakarni oz-ozdan qo'shib, xuddi shu holatga olib kelib olamiz. Zuvalachalarni xuddi somsaga xamir ochgandek qilib, orasiga bezak solib, xuddi shu ko'rinishda o'rab 170 gradusda 25 minut yoki 30 minut davomida pishirib olamiz. Tvorogli nachinkamiz uchun yaxshi sifatli suvsiz Kamilka brendi tvoroglarini qo'shib olamiz. Ustidan tuxum, kraxmal, shakar va vanilin shakarini solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Somsaga ochilgan kattalikdagi xamirlar orasiga bir osh qoshiqdan nachinka solib tugishni boshlaymiz. Bu shirinlikni ham 170 gradusda 30-35 minut davomida pishirsak yetadi. Ustini xohishga ko'ra bezatib olasizlar. Foydali bo'ladi degan umiddaman. Yaqin tanishingizga yuborib, yo'lakchani bosib qo'yishni unutmang. Haqiqiy afganskiy Napoleon. Bezaklari kumur bo'lib, umuman yumshab qolmaydigan eng zo'r, eng ishonchli retseptimni tekinga beraman. Faqat bittagina sharti, yo'lakchani bosib qo'yib, keyin videoni ko'rish boshlang. Un bilan margarin kroshka qilinadi. Qabartma, tuxum sarig'i, smetana solib, xamir qoriladi. Xamir teng uchga bo'linib, biroz tindiriladi. Tuxum oqiga limon kislotasini solib, ko'pirtirishni boshlaymiz. Oz-ozdan shakar solib, qattiqqina holatga keltirib olamiz. Har bitta qavatiga alohida bezak qilinadi. Shunda bitta qavat uchun 3 ta tuxum oqi ketadi. Yong'oqlarni ko'pgina sepib, pishirishga duxovkaga yuboramiz. Endi krem uchun men doim marojniy krem qilaman. Shunda ta'mi me'daga tegmaydigan o'rtacha shirinlikda bo'lib chiqadi. Xohishga ko'ra yasatib 3-4 soatga xolodilnikka qo'yib, keyin tanovul qilishingizni maslahat beraman. Yo'lakchani bosib qo'yishni unutmaysiz. Ovqatlanmaganingizdan keyin sizni ham shirinlikka tortadimi? Issiqqina choy bilan ovqatdan keyin bitta shunaqa qo'qon holvasidan yevosingiz bormi? Har doim o'zingiz uy sharoitida tayyorlaydigan bo'lasiz. Shakar bilan suvni chak-chakka sirup tayyorlaganda tayyorlab olamiz. Alohida idishga sariyog' solib, ustidan tayyorlangan sirupimizni quyamiz. Sariyog' 100% erigandan keyin sifati va mazasi bo'yicha ko'pchilikdan ajralib turadigan Samara Foodda 35% suxoy slivkalardan qo'shib olamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Suxoy slivkani 2 ga bo'lib solamiz. Shunda aralashtirish yana ham osonroq bo'ladi. Xohlagan idishingiz tagiga pergament qog'oz solib, tekis qilib ustlarini qaysi turdagi chaqchuqlarni yaxshi ko'rsangiz xohlaganingiz ustidan sepishingiz mumkin. Men assortisini sepdim. Har birini ustini bosib 1 soatga muzlatishga qo'yiladi. Bitta yo'lakchani bosib qo'ying, ko'rib xursand bo'laman. Bu shirinlikni nimaligini hammamiz yaxshi bilamiz, lekin hamma har xil usulda sizga tushuncha beryapti. Meni ham usulimni ko'ring, balkim sizga foydali bo'lar. Qaymoq bilan sariyog'ni yaxshilab gazda eritib olamiz. Erigandan keyin 5 minutdan keyin shokolad solib nomiga aralashtiramiz, ruchnoy blender qilamiz, ustini yopamiz hamda bir kechaga xolodilnikka qo'yamiz. Unni tuxum bilan shakarni yaxshilab ko'pirtiramiz. Massamiz 2-3 barobar ko'tarilishi kerak. Ustidan o'simlik yog'i, sut hamda quruq masalani solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz, un qo'shamiz, albatta elangan bo'lishi kerak. Listga chiroyli qilib sovulamiz. Yarim soat davomida qizib turgan
turgan pechda pishirib olamiz. Albatta singdirib pishiring, shunda kesib olish oson bo'ladi. 48 bo'lakka bo'lib olamiz. Sug'ishonni moloko hamda qaynoq suv bilan sirop tayyorlab qo'yamiz. Endi avval siropga, keyin esa chetlardan chiqqan urvog'iga botirib olamiz. Aytgancha yurekchani bosib qo'ydingizmi? Esingizdan chiqib qolmasin-ya. Eslatib o'tish meni vazifam. Haligi boshida ko'rsatgan qotgan kremimga shantipak solamiz, keyin esa quyuqqina krem tayyorlab olamiz. Xohlasangiz teng yarmiga rang qo'shishingiz mumkin. Men kakao qo'shib olib, oq-qora qilib oldim. Yarim soat muzxonaga qo'yib, keyin bemalol tanovul qilishingiz mumkin.